Habibning yonida men uni submission qilmoqchiman. Agar Habib vaziyatga aralashadigan bo'lsa, bajonidil uning boshini ham bosib qo'yaman. Va bu jangni butun dunyo tomosha qilishni istayotganini hamma biladi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bu jang taklifini u hozirgacha qabul qilgani yo'q. Bundan tashqari u juda ko'p gapiradi, mendan minglab kilometr uzoqda bo'lib gapirish oson. Meni tanqid qiladi, men haqimda gapiradi, lekin oktagonda yuzma-yuz kelganimizda u tushunadi. Ya'ni oktagonda uning qarshisida Jack Della Maddalena yoki Dan Hooker yoki u bungacha mag'lub etib kelgan qoplar emasligini tushunib yetadi. Men ulardan ancha farq qiladigan odamman. Ayniqsa o'ng mushtini tatib ko'rganingdan keyin anchagina uzoq uyquga ketasan. Islom haqida gapiryapsanmi? Islom haqida gapiryapman. Va u o'zi ishonayotgan kurashi menga qarshi qanchalik unga yordam berishini ham ko'ramiz. Mening fikrimcha, mening kuchli tarafim bu parterdagi kurash. Lekin to'g'risini aytishim kerak, so'nggi paytlarda bu aynan muxlislar ko'rishni istayotgan uslub emasligini qabul qildim. Lekin Islomga qarshi jangda menimcha muxlislar aynan shu narsani ko'rishni istashsa kerak. U bilan jangda stoykada men dominantlik qilaman. Kerakli nuqtalarga 3-4 ta zarba yo'llaganimdan keyin aynan Habib o'tirgan burchak yonida uni submission qilib g'alaba qozonaman. Ular shu qadar maqtanchoq va dimog'dorki, shu sababli aynan Habibning yonida men uni submission qilmoqchiman. Agar Habib vaziyatga aralashadigan bo'lsa, bajonidil uning boshini ham bosib qo'yaman.